Amerikaning Virginia shtatidagi Uyg'urlar uchun motam. Abdori Nabijan Tursun. Amerikaning Virginia shtatidagi Uyg'ur jamoati uchun bugun yana bir qatim motamga cho'mgan kun bo'ldi. 2019-yil 1-noyabr kuni Uyg'ur jamoati 1944-yili G'oljada qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatining 75-yilligi. 1933-yili Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining 86-yilligini xotirlashga jiddiy tayyorlik qilayotgan kunlarda Virginia shtatida 20 yildan buyon yashayotgan. O'zining xush ovozi, ko'taranki ruhliq, har zamon do'stlarga shodlik tuyg'usi ato qiladigan. Uyg'urlarning hamma faoliyatlariga aktiv qatnashib, o'zining Uyg'ur jamoati a'zolik rolini to'liq joriy qildirgan. Cumhuriyet kunlarimizda milliy naqshalarimizni o'rinlab, bizga ro'y oziq ato qilgan, shuningdek Uyg'ur milliyligini har zamon namoyon qilishga tirishib kelgan do'stimiz Gulhayotdan ayrildik. Virginia shtatidagi va shuningdek boshqa shtatlardan atagallab yetib kelib jam bo'lgan Uyg'urlar juma namoziga ulgurgan marhuma Gulhayot Vahob qizining janoza namoziga birlikda qatnashdi va namozdan keyin butun jamoat uzun yo'llarni besib marhumning dafnisiga ishtirok qildi. Shunda qilib bugun do'stimiz Gulhayot Frederiksburg shaharchasidagi musulmonlar ziyoratgohida Uyg'ur xalqining to'nilgan millatparvar ziyolilari Ablikim Baqi Eltabir, Bovuddin Niyoz, Shavkat va boshqa bir qanchalagan qarindoshlarimizga jo'r bo'ldi. Bugungi janoza namozidan shundoq manzar namoyon bo'ldiki, vatandagi millionlagan Uyg'urlar lagerlarga solinib, qatma-qat nazorat va turli zulmga uchrab, har bir Uyg'urda Uyg'urlik milliy tuyg'usi, o'mlik birlik ro'yi va birlikka bo'lgan ehtiyoji hassalab kuchayotganda do'stimiz Gulhayotning janoza namozi Amerikadagi Uyg'ur musofirlarni insonlik qismati va taqdirning bir ekanligi haqida yana bir qatim o'ylashib, texmi o'mlikda, birlikda, ittifoqlikda, qarindoshlik va o'rtoq taqdirdoshlik ruhida bir gavda bo'lishning naqadar go'zal, naqadar zarur ekanligini his qildirdi. Qisqasi, Uyg'ur uchun oldi bilan Uyg'ur o'zi yig'laydiganligini yanama his qildirdi. Gulhayot Vahob qizi Urumchida ziyoli oilasida tug'ilgan bo'lib, uning dadasi Vahob Xevir Suydonda dunyoga kelgan va 1945-yili Sharq Turkiston Milliy armiyasining Suydon piyodalar 1-polkga qatnashib, Sheyxo urushiga qatnashgan edi. U Sharq Turkiston armiyasining sharaflik jangchilaridan biri edi. U umrini o'qituvchilik ishlariga bag'ishlab, oldingi yili vafot bo'lgan va do'stimiz Gulhayot ham yo'ldoshi, qadrli do'stimiz Amerika Uyg'ur jamoatining eng aktiv faoliyatchilaridan biri Dilmurod Sulaymon bilan birga dadisi uchun xatmi Qur'on qilgan edi. Gulhayotning onasini to'nilgan Uyg'ur ziyolisi. Uyg'urlarning birinchi avlod geologiya injenerlaridandir. Gulhayot Vahob 1986-yili Urumchidagi Xinjiang tibbiy institutini bitirib, bir mazgil doktorlik qilgandan keyin yo'ldoshi Dilmurod Sulaymon bilan birga 1994-yili Yaponiyaga berib, Yaponiyada toki 1999-yilgacha o'qigan. 1999-yili Amerikaga kelib, Virginia shtatiga yerlashib, tibbiy sohalarda xizmat qildi. Demak, u
ailesi bilan birga Virginiyada 20 yillik hayotini o'tkazib, farzandlarini yaxshi tarbiyaladi. Her tarafdan ishlab, tirikchilik yo'lini davomlashtirsa, yana bir tarafdan har qanday jamoat faoliyatlarga, Uyg'urlarning har turli siyosiy, madaniyat faoliyatlarga, namoyishlarga aktiv ishtirok qildi. Uning yangroq ovozi, yangroq xushnuvo kulkilari, oqboz otim deb aytgan mo'nliq naqshlari, dutor va akkordeon bilan o'rindigan musikalari, Fairfax, Ashbourne, Chantilly va boshqa joylarning havo iqlimlariga, bu joyga yildan yilga kelib ko'payishga boshlagan Uyg'urlarning quloq tubida abadiylik xotir bo'lib qoldi. Gulayat Vahobning 20 yillik Virginiya hayoti bu joyda, jumladan Amerikada Uyg'ur jamiyatining paydo bo'lishi va shakllanish ham rivojlanish tarixi bilan zich bog'lanib ketgan edi. 1998 yildan 2004 yillargacha poytaxt Washington atrofidagi Virginiya, Maryland shtatlaridagi barliq Uyg'urlarning soni farzandlar bilan bo'lib 100 ga yetmaydi. Hammamiz bir-birimizni bilatdik, tanitdik, namoyish qiladiganlarni, da'vo qiladiganlarni, faoliyat qiladiganlarni shular edi. Bu Uyg'urlar davomli ko'payib, hozir zo'r songa yetdi. Uyg'ur jamoati yoshlikdan cho'nglikka taraqqiy qildi. Ayni vaqtdagi bolalar mana endi cho'ng yigit qizlarga aylandi. Ayni vaqtdagi yosh ota-onalar cho'nglarga aylandi. Uyg'ur jamoati yosh avlod va peshqadam a'zolardan tuzilgan mana bugun biz qadrlik do'stimiz marhuma Gulhayot uchun duoga qo'l ko'tarib, Allohdan uningga jannat tilaymiz. Uning nur ichida yetishini tilaymiz.